Mudirim, Bular senga. Buni shoshilmasdan to'ldirarsan. bular nima mudirim? Oxirgi operatsiyadagi muvaffaqiyatim uchunmi? Yo'q. Sen haqingda ochilgan surishtiruv uchun himoyalanishga to'g'ri keladi. Tushunmayapman. Qanday bo'lishi mumkin? Shuncha ko'p ish qildim. Ham bir dunyo narkotikni topdim. Meni shunaqa mukofotlayapsizmi? Ochig'i buni Anqaradan kelayotgan taftish guruhiga tushuntirarsan. Tushunarlimi? Aytgancha, sen bilan bog'liq adliya surishtiruvini Selma prokuror olib boryapti. Xabaring bo'lsin dedim. Ish olmadi. Natija bermadi. Bular meni ishimdan ayiradi. Dinchar yana bilganini qilibdi-da. Professor bilmaydi. Yo'q, uyini hali ko'rmadi. Yo'q. Ustalar tinmay mehnat qilishyapti. Qanday ekan? Nisan yaxshi ekanmi? Uni boshqa bir doktorga olib borishim kerak. Qattiq siqilgan albatta. To'g'ri. Eshrif, sen qizni olib biror tinchroq joyga borsang-chi. Ikkalangizga ham ma'quli shu. Vaziyat biroz tinchigunga qadar, ha? Juda yaxshi fikr. Oldindan chorasini ko'rish yaxshi-da, inim. Borib aylanib sayohat qiling, havo almashtiring. Qayerga boraman, yaramas. Bilmadim, ketaver, o'zing bilasan, xohlagan joyingga boraver. Biror joyni topamiz. Kadir la'nati shu yerdaligidami? Oshna 1-2 kun deyapmiz, tashvishlanma. Biz shu yerdamiz. Xuddi shunday. O'ylab ko'ramiz. Lekin yaxshi bo'lardi. U ham siqildi, sen ham siqilding. Bu foyda berardi. Seni olish uchun boryapman. Aslo kela ko'rma. Ostonada jurnalistlar bor. Bu aniq Dincharning ishi. Men taksi bilan boraman. O'sha yerda uchrashamiz, maylimi? Bo'ldi, ehtiyot bo'l. Shu izlagan xomashyongizni sifatli mahsulot uchun shu yerda saqlashadi. Ketdik. Unda bizga kerak bo'lganlarni tezroq olaylik. Ichkarida bizning odamimiz bor. Bizga keraklisini o'sha olib keladi. Ofarin yigit. Ofarin. Xomashyo masalasini hal qilgach, bu gal ishimiz yurishib ketadi. Alo, Senga berilgan imkoniyatdan yomon foydalanyapsan, Kadir. tinchlikmi? Avval dushmaningdan, ya'ni kallachilardan Eshrif orqali qutulding. Endi esa bozordagi barcha manbaga egalik qilishga o'rnayapsan. Haddingdan oshyapsan. Kimga qarshi? Qariyaning hamma narsadan xabari bor. Xabar topaversin. Kadir, to'xtashing kerak bo'lgan chegarani senga avval aytgandik. Nimalar deyapsan? Bu yo'lga kirdikmi? Endi ortga yo'l yo'q. Senga to'xta deganimda to'xta, Kadir. Boshqa mol ishlab chiqarmaysan. Og'a,
Biz nishonga aylandik. Bizni ilma teshik qilishadi. Voy, u holda meni shu qariya bilan uchrashtir. Men uni ishontiraman. Sen uni tengi emassan. Sen shunchaki hasharotsan, Kadir. Shuning uchun miyangni yaxshiroq ishlat. Chunki vaqt senga nima qilishingni o'rgatadi. Nima dedi Kadir? Nima bo'lyapti? Bizga to'siq qo'yishyapti. Yurishimizni xohlashmayapti. Ular bizni qayerdan topishdi? Bilmadim, tentak, bilmadim. Qani ketdik. Mollar nima bo'ladi? Keyinroq ko'ramiz. Hal qilishimiz kerak bo'lgan muhim ishlar bor. Kenan, qancha odamimiz bo'lsa to'pla. Xo'p, og'a. Hammasi bir suratdan boshlandi. Qanaqa surat? Bolalikdagi suratim. Suratdagi odamlarni tanimayman. U yer qayerligini ham bilmayman. Nimasi g'alati tuyuldi? Suratdagi odamlarni eslolmayapman. Xo'sh, bu suratni ko'rgach, nimani his qildingiz? Juda ham g'alati tuyg'u edi. Yuragim tez urdi. Ko'nglim aynidi, boshim aylandi. Keyin tush ko'ra boshladim. Moychechaklar, bolaligim. Yana qanaqa tush ko'rdingiz? Ko'rsam ham eslolmayapman, to'g'risi. Sizdan bir narsani so'rayman. Ko'rgan tushingizni bir daftarga men uchun yoza olasizmi? Tush daftariga o'xshash narsa. Ha, shunday. Bolaligingizga aloqador yana boshqa narsani eslay olasizmi? Ota-onamni zilzilada yo'qotdim. O'tgan oyda singlimdan ayrildim. Shuning uchun Alloh sabr bersin. Mayli. Bu surat zilziladan oldinmi yoki keyinmi farqi yo'q. keyin, lekin amin emasman. Zilziladan keyin qayerda edingiz? Buni aniq-taniq eslay olmayapman. Qisman eslay olaman. Istanbulga keldik singlim bilan. Qarindoshlarimiznikiga, Shilega. Ammo zilziladan keyin Istanbuldagi hayotim yo'q, eslay olmayapman. Buni shu paytgacha hech his qilmadingizmi? Balki his qilishni xohlamagandirman. Bo'ldi, muhim emas. Ahamiyati yo'q. Ammo nega endi buni his qilyapman? Nega shu paytda esimga tushyapti? Bilasizmi, o'zimdan bir sirni yashirayotgandek his qilyapman. Qo'rquv yo'q, nafrat yo'q. Lekin qalbimda qandaydir g'ashlik bor. G'alati his bu. Nisan xonim, bizga biroz vaqt kerak. Aytilgan vaqtda kela olasizmi? Buni bir tanishuv sifatida tushunamiz. Kelishdikmi? Kelishga harakat qilaman. Juda yaxshi bo'ladi. Yordamchim sizga vaqt masalasini hal qiladi. Tanishganimdan xursandman. Men ham xursand bo'ldim. Rahmat sizga. Aytgancha qo'shig'ingiz juda ham ajoyib. Minnatdorman. Nima yig'ladingmi? Ha, biroz. Bu yerga dardingga davo uchun kelmayapsanmi? Nimaga yig'latishyapti? Insonlar yig'lash uchun psixologga pul berishadi, Ashraf. Tapa. U holda menga ham aytishing mumkin edi. Axir senga hamma gapni ayta olmayman. Aytsam ham balki tushuna olmaydigan narsalar bo'lishi mumkin. Nisan xonim, navbatdagi suhbatimiz kelasi hafta chorshanba soat 14 qulaymi? Qulay, o'zgarish bo'lsa xabar beraman. Yaxshi, ko'rishguncha. Ashraf, asabiylashmasang-chi. Aytgancha, hozir seni olib qochmoqchiman. Olib qochasan? Ha, Qayoqqa? uzoqlarga. Aytilgan manzil shu yer. Qayerga? O'ngga. Qo'y shuni.
Yaxshimisan? Sendan xavotirdaman. Xo'sh. Bu yerda hech kim yo'q-ku. Hoy, professor, nima qilyapsan? Kelsang-chi, muhim ish qilyapmiz-ku. Ana ichkarida-yu, Qani, qayerda? bu yerda. Oshna bir qarab yubora, mashinadan ovoz chiqyapti. Yakshanba kuni ishlamaymiz, dam olamiz. Oshna, mashina yakshanbaga qaraydimi? Ha, to'y bor, biz qani Ishlamaymiz, keting. To'xta, o'zim gaplashaman. Sen yana qizishib ketasan. Nimaga qizcharkanman, professor? Menga qo'yib ber. Bularga shunaqa chiroyli qilib tushuntiramanki, masalani to'fonga taqayman, menga qo'yib ber. Kel oshna, kel. Shunga bir qara, to'yimiz bor. Hali mashinani bezashimiz kerak. Ovoz chiqyapti, deyapman. Nima bo'ldi mashinaga? Nima bo'lganini qayerdan bilaman, Jinorson? Usta sensan, o'zing qarab ber. Kapotni och. Ochyapman. Qani mashinani o't oldir. Biroz gaz ber. Bo'ldi, o'chir. Nima ekan? Motordan ovoz chiqyapti. Motorni almashtirish kerak. Anchagina ishi bor. 400 ming ketadi. Nima deyapsan, ha? 400 ming nimasi? Hoy, 2 marta eshitib motorni pastga tushiraman deydi. Buni qara-ya. Gurdal, nima qilyapsan, ha? Mavzuni to'fonga olib kelaman deganding. Olib kelaman, shogird. Tavba, shu bahona mashinani ko'rsatib olay. Birodar, biz to'fonni qidiryapmiz. Shu yerdami? Kim so'rayapti oshni? Ay, siz oddiy fuqaromisiz? Ha? Oddiy fuqaromiz, qara. Oddiyginamiz, ko'rdingmi? Shunaqa ham narx aytadimi, ha? Oshna. Birodar, hazillashyapsanmi? Daf bo'ling, yo'qoling bu yerdan. Hoy, aslida sen men bilan hazillashyapsan. Sen shunaqa ustasan, ha? Tavba. Gurdal, bo'ldi. To'fon deyotgandik. To'fon yo'q bu yerda, birodar. Tuyog'ingizni shiqillating, aks holda o'zingizdan ko'ring. Oo. Besh tashla. Xudo haqqi, bu gaping menga rosa yoqdi. Men yangi haqorat eshitdimmi, hech sabr qila olmayman. O'sha odam bilan ko'rishaman hamda kallab qo'yaman. Juda xursandman mana senga. Kel oshna, mana senga. Professor! Qani bu yoqqa kel. Mana senga. Og'a, Kel, mana. tashlang qo'lingizdagini, tashlang. Tashlayman. Og'a, tut. Yo'qol. Og'a. Ana. Demak, qayerda qolgandik? Ol qo'lingni. Og'a, bo'ldi. Qimirlama dedim, gapir. Og'a, bo'ldi. Buncha jahlingiz chiqmasa 200 ga ham tuzatamiz, og'a. Hali ham men bilan savdolashyapsanmi, yaramas? To'fon qayerda? Og'a, bilmaymiz. To'fon deganni biz tanimaymiz. To'fonni tanimaysiz, shunaqami? Lekin to'fonning mollarini sotyapsiz. Oshna, menga yolg'on gapirma. Bo'yingni uzib olaman. Og'a, bo'ldi. Uzib olaman. Bo'ldi. Og'a, to'xting, bo'ldi, og'a. Og'a, Nima? To'fon bugun bu yerga kelmaydi. Kadir Yanik bilan ish qila boshlabdi, og'a. O'sha bilan birga. Voy, Kadir yo'llabdi-da. Bizga hujum qiladi, keyin esa bizdan xalos bo'lish uchun Kadirning yoniga yuguradi. Shunaqa bo'lishi ham mumkinmi? Hozir joningni so'rib olaman. Voy, oshna, gapir. Qachon keladi? Qara, hozir maydalab tashlaydi seni. Xo'p, og'a, xo'p. Mollar uchun hafta boshida shu yerda bo'ladi, og'a. Ertaga tongda saharlab keladi. Ustaxona ochilmasdan shu yerda bo'ladi. Ajoyib. U holda biz ertaga yana kelamiz, tushunarlimi? Sen esa joyini o'rganib bizga aytasan. Kelishdikmi? Bo'pti. Kelishdik, og'a. Ofarin. Qani ketdik. Bunaqa yashirinish bizga yarashmaydi, og'a.
Nima qilamiz ukam, ha? Nima qilamiz? Lapashanglar Eshrefni o'ldira olmadi. Endi nima qilamiz? Og'a, Eshref bizni topmasdan biz uni topaylik. Qanday bo'lar ekan bu? Qayerda u? Hal qilamiz, og'a. Iziga odam qo'yib bo'ldim. Nimalar deyapsan? Ofarin senga. Yaxshi. U holda surishtiraylik, qayerda u, kim bilan birga nimalar qilyapti? Tushunarli, og'a. Boraver. Sizdan ish chiqishi aniq. Eshitaman, og'a. Ketyapmiz, yo'ldamiz. Bilmadim qayerga ketishyapti. Tushunarli, og'a. Ortidan kuzatyapmiz. Tashvishlanmang. Qayoqqa ketyapmiz? Aytdim-ku, seni olib qochyapman deb. Rostdan ham olib qochyapsanmi? Rostdan olib qochyapman. Yaxshi, unda qayerga olib boryapsan? Buni hali topa olmadim. Olib qochishdan avval reja qilsang bo'lar ekan. Kutilmaganda bo'ldi. Sen siqilma. O'zing qayerga borishni xohlaysan? Shilega boraylik. U yerda nima bor ekan? Litsey yillari. Ha. Ketdik. Mana shu yer. Bolalikda darsdan chiqib doim shu yerga kelardim. Havo yaxshi bo'lsa dengizda cho'milardik. O'sha kunlarni shunchalar sog'indimki. Chindan ham ajoyib joy ekan. Yomg'ir yog'adiganga o'xshaydi. Qolish uchun biror joy topaylik. Shu yerda qolamizmi? Qolmaymizmi? Qolaman albatta. Yura qol. Jeren, bu qiz qayerda, xabaring yo'qmi? Bilmayman, Seda xonim. Qara, rostini ayt. Bilmayman, xudo haqqi bilmayman. Bilganimda aytardim. Uni ko'ngilsizlik kutyapti. Agar uni ko'rsang yoki gaplashsang, buni unga aytib qo'y, maylimi? Mayli, ammo men qo'ng'iroq qilsam ham javob bermayapti. Salom, hormang. Marhamat, xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Bizga bitta xona kerak. Albatta, 2 kishilikmi? Ha, xotinim va men. Nisan xonimni oilali ekanini bilmagandim. Bu ma'lumotni biz uchun unuta olasizmi? Qaysi ma'lumotni? Ajoyib. Mehmonxona to'lami? Bu mavsumda unchalik emas. Mehmonxonaga boshqani olmang, iltimos. Yana eng chiroyli xonani bering. Albatta. Ismingiz? Eshref. Eshreftek. Eshreftek va Nisantek deb yozaman, to'g'rimi bu? Yo'q, siz hech narsa yozmang. Yaxshi, o'zingiz bilasiz. Xonaga nonushtan olib borishsinmi? Men bilmayman, beyim biladi. Shart emas. Yaxshi, men xonagacha sizlarga hamrohlik qilaman. Qani, marhamat. Bu yoqqa.
Marhamat. Minnatdorman. Arzimaydi, marhamat. Bu sizga. Minnatdorman, rahmat. Qani, marhamat, Nissantek. Bu o'yin bo'lsa ham menga rosa yoqyapti. Bunaqa o'yin o'ynashga bizning ham haqqimiz bor. Ishonmaysan, lekin o'zimni juda baxtli his qilyapman. Unda zavq ol. Zavq olaman. Shoshilmaylik. Og'a, yigitlardan xabar bor. Qanday xabar? Eshref Shiledagi mehmonxonaga joylashibdi. Yonida esa o'sha qo'shiqchi qiz bor emish. Nimalar deyapsan? Yaxshi, zo'r xabar. Ofarin. Menga qara. U yerdan tirik qaytmasligi kerak, tushundingmi? Tushundim og'a. Qani boshla. Alo, Quloq sol. Biroz tinchlanib ol. men doim tinchman ota, muammo yo'q. Siz xavotir olmang. Bu Eshref qo'shiqchi malikasi bilan Shilaga ketibdi. Sen qayerdan bilding? Ortidan kuzattirdingmi? Qara, sen bilan gaplashdik. Aytganimni qil. Yo'q, tushunarli ota, muammo yo'q. Men faqatgina uning qayerdaligini bilsam, shu menga yetarli. Unda yaxshi. Qo'y, yana u yerga bora ko'rmagin, ha? Yo'q, bormayman. Yaxshi. Hali ham natijalar chiqmadimi? Olib kelmoqchi eding-ku. Qanaqa muammo chiqdi? Qanaqa muammo? Muhim masala yo'q. Eshref qanday, uchrashdingizmi? Qizni olib ketdi. Bu yerlardan biroz uzoqda bo'lishni xohladi. Yaxshi chiqibdi. Xo'sh. Siz Eshref ketgani uchun g'amginmisiz? Koshki bu yerlardan uzoqda bo'lsa edi. Unga o'xshagan insonlarning dunyosi qon bilan yozilgan qon. Oxiri menikidek bo'lishidan qo'rqaman. Biz kabi insonlar baxtli bo'la olmaydi, chunki bu urush aslo tugamaydi. Ammo bu urushga siz boshladingiz uni. U paytlarda bilmagandim. Nima? Yoki siz Eshref o'g'lingiz ekaniga ishona boshladingizmi? Meni unga kim ekanimni aslo ahamiyati yo'q. Mehri tugamasin. Baxtli bo'lsin, sevsin, sevilsin. Menga shu yetarli. Xuddi otasidek gapiryapsiz. Tayyormizmi, Kenan? Tayyormiz albatta, Kadir. Doim tayyor bo'lganmiz. Lekin hali ham aytmading. Buncha odam bilan nima qilamiz? Oldimizdan chiqqan to'siqlardan oshamiz. Gaplashib olishimiz kerak bo'lgan ishlar bor. Tinchlikmi? Qariya bilan olishamizmi? Kerak bo'lsa. Og'a, lekin katta dengizda cho'kib ketmaylik. Cho'kadigan bo'lsak, ummonda cho'kamiz, Kenan. Biz eng kattasi bo'lamiz. Yo hurmat bilan, yo kuch bilan. Tushunarli. Qani yigitlar, hamma ehtiyot bo'lsin. Ketdik.
Chido, qalaysan? Dabdalam, o'zingda-chi? Nima bo'ldi yana? Boshqa qo'ng'iroq qilma deganding. Qo'yaver. Hammasi tamom bo'ldi. Seni o'yining o'tmadi. Yaqinda meni ishdan olishadi. Hoy, shuncha tashkilotchilik qildik, yetar. Sen qilgan tashkilotchilik shunaqa bo'ladi. Koshki Eshrifga aytganimda edi. Uyat bo'ladi, hey. Ha, aytgancha, Eshrif deganingga xabarlarni eshitgandirsan. Qanaqa xabar? Eshrif Nisanni olib, Shelidagi bir mehmonxonaga joylashibdi. Qizni olib ketdi. Butun kecha o'sha yerda. Endi ikkalasi birga ajoyib tunni o'tkazishadi, tushunyapsanmi? Qo'yaver. Endi meni qiziqtirmaydi. Mayli. Aytganimdek men bundan so'ng o'z kunimni o'zim ko'raman. Ko'rishguncha. Mayli, shunday qil. O'ldiraman seni, Eshrif. O'ldiraman seni. Alloh jazoingni bersin seni. Aytmading. Nimani? Doktorning gaplarini. Tushlarimni yozishimni so'radi. Tushunarli. Tush ro'yo masalasida mutaxassis bo'lgan sensan-ku. Bu mavzuni hozir ochishni xohlamassan? Juda xohlayman. Ro'yani topganingda nima qilasan, Eshrif? Meni tashlab ketasanmi? Hali kimligini ham bilmaymiz. Balki bir kuni toparsan. U vaqtda nima qilasan? Haligacha o'shani o'ylayapsan-a? Bunga javob berishni xohlamayman. Hatto yo'q ham deya olmayapsan. Nima deyishimni xohlaysan, Nisan? Uni unutganingni, aslo o'ylamasligingni, sen uchun faqatgina men bo'lishimni eshitkim kelyapti. Janjal chiqarishga urinyapsanmi? Yo'q. Eshitishni xohlamayapman, Eshrif. Faqat va faqat meni sevishingni eshitmoqchiman. Shundoq ham seni sevaman. Shundoq ham deganing nimasi? Nisan, bu masalani o'zing ochding. To'g'ri, men ochdim. Sen chiroyli gapirib davom ettirganingda edi. Nisan, qara, shuncha yo'ldan keldik. Sen xursand bo'lishing uchun ajoyib muhit, nega keraksiz mavzularni kavlashtiryapsan? Uzr so'rayman, Eshrif. Nisan, qayerga? Nisan. Shuncha gapdan keyin yana ro'ya deydi-ya. Nisan, qayerga ketyapsan? Ortimdan kelma. Qara, birozdan so'ng yomg'ir yog'adi. Yo'qsa yog'aversin, shakar emasman, erimayman. Maqsading nima o'zi? Bu dunyoda sen uchun mendan boshqa hech kim bo'lmasligini eshitish. Men buni isbotlab bo'ldim degan fikrdaman. Isbotlashing yetmaydi. Ro'ya mavzusi ochilishi bilan ko'zlaring porlaydi. Haliyam uni topish umidi bilan yashayapsan. Qiziq topsang nima qilasan? Balki meni tark etarsan. Bir og'iz ham so'z aytmasdan meni tashlab ketarsan. Nisan, ajrashni bas qil. Birozdan so'ng bo'ron ko'tariladi. Yur, ichkariga kir. Ko'tarilsin o'sha bo'ron. Menga farqi yo'q. Eshrif, nima qilyapsan? Tushir meni. Odam o'g'irlashyapti. Baqir. Politsiya, mahkama, kim kelsa kelsin. Tushirsang-chi. Tushir dedim. Qopdek uloqtir deganim yo'q. Biroz og'ir ekansan. Bunaqa deyishga qanday jur'at qilding-a? Bo'ldi, hazillashdim. Qani, oldimga tush. Bormayman. Bas qil endi, Nisan. Aytasan, ro'yani unutdim deysan, meni eshitdingmi? Eshitdim. Gapirsang-chi. Men unda uyga ketaman.
Hech qayerga ketmaysan. Ketaman. Ketmaysan. Ketaman dedim. Ketmaysan. Menga so'z berganding. Nissan bilan boshqa uchrashmayman deding. Mehmonxona. Birgalikda sevishib o'tiribsizmi? Hali buni burningizdan buloq qilaman. Hali senga ko'rsataman. Nissan bilan bog'liq rejalaringdan kun sayin uzoqlashyapsan. Nissanni yolg'iz qoldira olmading. Sherif Nissanni qo'yib yubormadi. Aksincha, borgan sari botib bormoqda. Birgaligi rejamizga foyda. Qanaqasiga? Maqsading ularni ajratish emasmidi? Men ularga qancha to'sqinlik qilsam, Eshref Nissanga shuncha bog'lanib bormoqda. Ro'yani unutdi. Ro'yani esiga solib qo'yaman. Vaqti kelganida esa Nissanni ham Ro'yani ham tortib olaman. Nissan o'tmishni kavlashtirishdan voz kechmasligini bilasan, shunaqa? Nima qidirayotganini bilmaydi. Aslo menga yaqinlasha olmaydi. Hamma tinchlansin, janoblar. Nima bo'lyapti? Men qarayman. Dinchar beyga kelganimizni xabar qiling. Oldimga chiqsin. Kelishingizdan sabab nima? Sabab bizmiz. Bu nima qilish ko'rinyapti? Sen bilan uchrashmoqchiga o'xshaydi. Shuni jo'natib yuborsa-da. Endi bu bilan tortishamanmi? O'zini bizga teng qilyapti o'zlar. Labay janob. Tushunarli, bo'ldi, tushundim. Dinchar bey hozir uyda emas. Buni qarang-a. Shunaqami? Keyin qara, noto'g'ri vaqtda kelibmiz-da. Biror xabaringiz bo'lsa, kelishi bilan yetkazib qo'yaman. Bor. Ammo juda sirli. Yaqinroq kel. Men xabarimni itga emas, tasmasini ushlagan egasiga aytaman. Hamma tinchlansin, janoblar. Otishma kerak emas. Faqatgina xo'jayinlar gaplashib oladi. Xolos. Seda, sen ketishing mumkin. Sen nimalar qilyapsan? Uyga bostirib kirish nimasi, Kadir? Menga boshqa chora qoldirmading. Sen juda haddingdan oshding. Seni o'z qo'llarim bilan jazolayman. Men gapimni aytdim, Arslonim. Meni qariya bilan uchrashtir. Ahmoqlik qilma. Kallangni ishlat. Menga qara la'nati. Hazillashmayapman. Men Kadir yaqin. Seni ham yondiraman. Hamma narsani yondiraman. Men yetimlarning otasiman, la'nati. Meni hech kim oyoq osti qila olmaydi. Darhol qariya bilan uchrashishim kerak. Muhim. Hozir peshonamda Kadiriyanik tomonidan tiralgan to'pponcha borligi uchun ham muhim. Yaxshi. Shoshiling, kutyapman. Yana yordam chaqirmadingmi, yaramas? O'ylamasdan otaman lekin. Qariya bilan uchrashish sen o'ylagandek oson emas. Hatto men uchun ham. O'zim hali uning yuzini ham ko'rmaganman. Bunga ham navbat keladi. Endi nima bo'ladi? Kutamiz. Ammo bunaqa buyruqlarni xushlamaydi. Boshingga balo ortirding, Kadir. Meni qo'ya tur. Inshaalloh seni joning qiymatlidir, Dinchar. Yo'qsa o'ldim deyaver.
Senga aytdim-ku, ho'l bo'lasan deb. Ko'ngling endi tinchidimi? Yo'q. Ashraf, Nima bo'ldi? Yaxshimisan? yaxshiman. Ishonchim komil emas. Endigina psixolog qabulidan keldim. Hozir terbalik qilayotgandirmiz balki. Ehtimol. Nima qilamiz? Kino ko'ramizmi yoki uxlaymizmi? Menimcha sen avval kiyimlaringni almashtir. Shamollab qolma. Sen ham almashtir. O'girilib turaymi? Yaxshi bo'lardi. Hozirgi holatdan keyin bu gal bo'ladi deb o'ylagandim. Men ham. Ya'ni bo'ladigandek tuyuldi, ammo jur'at qila olmayapmiz. Balki qulay vaqtni kutayotgandirmiz. Xo'sh, o'sha qulay vaqt qachon kelar ekan? Ashraf, yoki kiyimimni almashtirishga o'zing yordam berasanmi? Rosa qo'l ekan. Men ham senga yordam beraman. Xo'sh, qulay vaqt deganding. Seningcha qachon qulay? Bilmadim. Menimcha hozir eng qulay vaqt. Xo'sh, unda nega hozir bunaqa ahvoldamiz? Bilmadim. Sen telbalik qilyapmiz deganing uchun bo'lishi mumkinmi? Sen urinib ko'rishdan qaytdingmi? Nima qilmoqchisan o'zi? Tushunmayapman, Nisan. Faqatgina mendan voz kechmasligingni xohlayman. Hech narsaga qaramay.